Istig'for insonlarda boshiga balo kelayotgan bo'lsa, shu baloni ko'taradigan amal. Fazilatlaridan: "Va ma kana Allohu liyu'azzibahum va anta fihim va ma kana Allohu mu'azzibuhum va hum yastaghfirun." Ey Muhammad alayhisalom, siz ularni ichida turar ekansiz, modomiki yo'shida ekansiz, Alloh ularga balo jo'natmaydi va Alloh balolamaydi bir qavmda, modomiki ular istig'for aytib turishsa. Shahar ustiga balo kelayotgan bo'lsa, suv bosishi, o't bosishi, yer qimirlashi kelayotgan bo'lsa, agar shahar ahli istig'for aytadigan bo'lsa, Alloh taolo bu baloni ko'tarar ekan. Boshingizga kelayotgan balo, mashinangizni urib olishingiz bormidi, pulingizni yo'qotishingiz bormidi, balomi bu? Istig'for etayotgan bandani Alloh taolo balosini ko'tarar ekan. Oyat bor birodarlar bunga. Mana yomg'irda yog'ilishligi, barakatli tushishligini aytdik. Insonning darajasini Alloh taolo ko'tarilishiga dalolat qiladi. Birodarlar, mana qaytib aytyapmiz, o'zi-o'zidan bu musulmondan yelkasida bo'lgan